Salonlu qeyrindoshlar. Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qisqan qarshi olamiz. Sharq Turkiston sürgündü hükümetining bosh ministri Salih Xudoyer apandi 16 may kuni DFI Audi bilan suhbatlashish kanalining ziyoratini qabul qilib, Sharq Turkistonning tarixi, Xitoyning ishg'ol qilishi, ishg'ol qilib olgandan keyin Sharq Turkistonda yurgizgan siyosati, Sharq Turkistonning umumiy ahvoli, Xitoyning dunyoga kengayish, ishg'ol qilish qara niyati, har qaysi davlat hukumatlarining o'zi va Sharq Turkiston xalqi uchun nimalarni qilishi kerakligi to'g'risida so'zladi. Tuvanda suhbatning mazmunini diqqatingizga sunamiz. Riyosatchi Sharq Turkistonning ahvoli hozir qandoq, nima ishlar yuz beryotidi deb so'raganda, bosh ministerimiz "Men eng oldi bilan Sharq Turkistonning orqa ko'rinishini, ya'ni Sharq Turkiston davlati va xalqining qisqacha tarixini tushuntirib o'tay. Sharq Turkiston Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarning ona yurti. 6000 yildan ortiq vaqtdan beri Uyg'ur va boshqa turk xalqi Sharq Turkistonda yashab kelmoqda. Fakat shuki, qadimgi davrlarda Sharq Turkiston Hindiston bilan quyuq munosabatda bo'lib kelgan. Kultur, iqtisod qatorliq jihatlarda o'zaro almashtirish olib borgan. Buddizmmi Hindistondan avval Sharq Turkistonga tarqalib, Sharq Turkiston orqali ondan Xitoyga tarqalgan. Uzoq tarixdan beri Sharq Turkiston Hindiston bilan nurg'un narsalarni o'rtoqlashgan. Ya'ni tarixiy qo'shnilarchilik munosabatimiz bo'lgan, chegarani o'rtoqlashgan. Tarixdan beri Hindistonning Xitoy bilan chegaralangani yo'q. Sharq Turkiston va Tibet bilan chegaralangan. Sharq Turkiston 1876-yili Manjuchan xonadonligi tarafidan ishg'ol qilingan. 1884-yili Xitoy imperializmi bilan hamkorlashib, Sharq Turkistonga ishg'ol mustamlika ma'nosida keladigan Xinjiang, ya'ni yangi chegara degan ismni qo'yib qo'ygan. 20-asrga kelganda Sharq Turkiston xalqi kurash qilib 1933-yili va 1944-yili 12-noyabr kuni ikki qatim Sharq Turkiston Cumhuriyetini e'lon qilgan. Ta'limimizga qarshi 1949-yili Sovet ittifoqining qo'llab yordam berishi orqasida Xitoy Kompartiyasi Xitoyda hokimiyatni o'tkazib olib qolmay, Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgan. Sharq Turkistonning Cumhur raisi, davlat mudofaa ministri, harbiy amaldorlari, bosh sekretari, vaqtliq ministerlarini o'z ichiga olgan yuqori darajalik amaldorlari Sovet ittifoqi tarafidan chaqirtilib, aeroplan vaqasi bahonasi bilan o'ldirilgan. Uning ustiga 30 dan ortiq yuqori darajalik harbiy amaldorlar o'ldirilib, Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkistonni ishg'ol qilishiga qulaylik yaratilgan. Faktlarga qaraganda 1953-yilga qadar Hindistonning Qashqarda elchixonasi bor ekan. Xitoy Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgandan keyin Sharq Turkistonliklarning ba'zilari Sovet ittifoqiga qochib ketgan. Bir guruh Sharq Turkistonlik Hindistonga qochib chiqqan bo'lsa-mu, Hindiston hukumatining Hindistonda turib qolishini talab qilib, mahalla qurishiga yordam beradiganligini bildirishiga qaramay, Turkiyaga kelishni qaror qilgan. Shuning bilan biz Tibet qo'shnilarimiz va yo'ldoshlarımizga o'xshash Hindistonning shimolida mahalla bo'lib shakllanish tarixiy fursatini qo'ldan berib qo'ygan. Xitoy 1949-yili Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgandan keyin ko'zini Hindistonga tikkan. 1962-yili Oqsaychin deb tanilgan Sharqi Ladakni ishg'ol qilib olgan. Buni nurg'ulg'an hindistonlik mutaxassislar biladi. Shundaqmi men xalqning bu joylarning Xitoyning ishg'oli ostida ekanligidan xabardor bo'lish uchun tilga oldim. O'tgan 73 yilda Xitoy hukumatı Sharq Turkistonda keng ko'lamlik mustamlika, ishg'ol harakati olib borgan. Bo'libmi 2014-yildan buyon Xi Jinpingning hokimiyatida bir balvoq bir yo'l qurilishining o'ngishli olib berilishi Xitoyning milliy gullanish shirin xayolini reallikka aylantirish uchun Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarga qarta keng ko'lamlik irqiy qirg'inchilik yurgizgan. Dastlabki qadamda 15 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan erlarni radikallashib ketdi deganni bahona qilib, Xitoy davlatiga bo'lgan sadoqatidan gumonlanib, yoki Xitoy davlatiga tahdidlik darajasi bo'yicha lagerlarga va turmalarga qamab qo'ydi. Xalqaro jamiyatning sukut qilishi sababidan 2 yil vaqt o'tgandan keyin Xitoy barliq Uyg'ur va boshqa turk xalqini davlatga tahdid deb qarab, qalaymaqon tutqun qilgan. Xitoy kadrlarini Uyg'urlarning uylariga harakatlarini kuzatish uchun avatgan. 0 dan 100 gacha saviya bo'yicha darajaga ayirib, darajasi 90 dan tuvan bo'lganda davlatga tahdid deb qarab lagerlarga qamagan. Tuvan numar olganlarni turmalarga qamagan. Shunday qilmaganda menga yuyish, o'zgartish va talqin qilish qatorliq sepi o'zidan Xitoyga aylantirib o'tish mumkin bo'lmaydi. Shunday qilib 3 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa Turkiy xalq Xitoy xatoligini yoshirish uchun qayta tarbiyalash markazi deb atalgan jazo lagerlari va turmalarga qamalgan.
2020 yılı Xitay e'lon qilgan aqtashliq kitobga asoslanganda 2014 yildan 2019 yilgacha har yili 1 million 290 ming, 6 yilda jami 7 million 900 ming xalq jazo lagerlari va turmalarga qamalgan. Turma va jazo lagerlarida yuz berayotgan ishlarga kelsak, Sunniy Emrahdan tartilgan rasmlardan va Xitoy lagerlarga qamalgan Xitoy grajdani bo'lmagan lager shahidlarining guvohliklari, oshkorlangan hujjatlardagi Xitoy amaldorlarining so'zlari. Oshkorlangan sunlarga qaraganda, jazo lagerlariga va turmalarga qamalganlar kunda 18 soat qiynash, meni yuyish, tibbiy sinaq qatorliq vahshiy qilmishlarga duchor bo'ladi ekan. Xitoycha o'rganishga, Xi Jinpingning tashviqotlarini ko'rishga, yodlashga, o'zining etnik kulturi, diniy e'tiqodi va kimligidan nafratlanib tanishga majbur bo'ladi ekan. Yoshlarning ich a'zolari halol organ sifatida dunyodagi boy musulmonlarga sotiladi ekan. Bu ahvollar asosiy iqimdagi axborot kanallarida xabar qilinmadi. Lagerdan qo'yib o'tilgan tutqunlar o'pka tuberkulyoziga o'xshash og'ir kasal va boshqa farqli sabablar bilan qisqa vaqt ichida hayotidan ayriladi ekan. Xitoyning nazarbandi ostida hayotidan ayrilmay, qo'yib o'tilgandan keyin hayotidan ayrilganda Xitoy o'ltirish jinoyatini ishlamagan hisoblanadi. Xitoyning ularni qiynab hayotidan ayriladigan holatga elib kelganligi ma'lum. Bularning hammasi vahshiylikdan iborat. Uningdan boshqa 100 minglagan Uyg'ur va boshqa turk ayollari Xitoy tajovuzchilari tomonidan tug'ilmas qilib etilgan. Xitoy hukumatining sonliq ma'lumotlariga asoslanganda 3 million 700 mingdan ortiq homila nupusimizning ortishini to'salg'iga uchirtish maqsadida tushirib etilgan. Yosh Uyg'ur va boshqa turk ayollari Xitoy bilan to'y qilishga majburlanib to'y qilgan. Agar to'y qilishni xohlamasa, o'zining va oila a'zolarining lager va turmalarga qamaldiganligi bilan tahdid qilingan. Davlatning tajovuzchilik harakatining mag'duri bo'lgan. Xitoy Kompartiyasi yurgizayotgan barliq harakatlarning hammasi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining irqiy qirg'inchilikning oldini olish ahdnomasida belgilangan irqiy qirg'inchilikdan iborat. Bu Amerika hukumati va Kanadani o'z ichiga olgan 10 davlat parlamentlari tomonidan irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilindi dedi. Riyosatchi, sizning xalqingizning qanchalik o'z kulturi bo'yicha yashashga ruxsat qilingan deb so'rganda, Bosh ministerimiz 2014 yildan burun kulturimizning cheklik tarafini yashashimizga ruxsat qilingan. Xitoy vatanimizga Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni deb nom bergan bo'lib, qoida bo'yicha avtonomiya huquqi berilganda har qanday sirtqi va mazkur hukumat millatning diniy e'tiqodi, kulturi, til yoziqi, siyosiy hayotiga aralashib besim qila olmaydi. Ammo bu qonunlarning hammasi qog'oz yuzida qilg'iliq. Biz hech qanday huquqqa ega bo'lmadik. Hatto o'z uylarimizda huquqimiz bo'lmadi. Bolalarga Uyg'ur kulturi, diniy e'tiqodi va kimligini tunutish jinoyat hisoblanib, jazo lagerlari va turmalarga solashning bir sababi bo'lib qoldi. Xitoy hukumatining o'zlarining sonliq ma'lumotlariga asoslanganda 880 ming Uyg'ur va boshqa turk bolalari Xitoy hukumatiga sodiq Xitoy fuqarolari qilib yetishtirilish maqsadida oilalaridan ayirib etilib, Xitoy bolalar maktabi yoki Darultam deb atalgan bolalarning mengisini yuyish lagerlariga qamaldi. Ichi va sirtning jazo lagerlaridan bir farqi yo'q. Bu yana bir echinishli ahvol. Xitoyning o'zining tarqatgan sirlaridan ma'lum bo'lishicha 5 yosh, 7 yoshlar chamasidagi Uyg'ur bolalarining cho'ng bo'lganda nima bo'lasan deb so'ralgan savolga Xitoy xalq ozodlik armiyasining askari bo'lman deb, "Sen qayerlik?" deb so'ralganda "Men Junguluq" deb javob bergan. Mana bu bolalarning yetishtirilishi, mengisining yuyilishining natijasi bo'lib, ular Xitoyning urush mashinalariga aylangan. Ular cho'ng bo'lganda biz bilan emas, balki Xitoy urushni xohlagan davlatlar bilan urushishi mumkin. Bu xalqaro jamiyat tomonidan tilga ilinmadi. Xitoy hukumatining qilmishlariga qarata sukut qildi. Nurg'ulg'an davlatlar Xitoy bilan bo'lgan siyosiy va iqtisodiy munosabat sababidan sukutni tanladi. Ular Xitoyni bezor qilsak, Xitoy bizni yolg'iz tashlab qo'ydi degandek xato tuyg'uga kirib qolgan bo'lib, bu ahmoqlikdir. Xitoy Sharq Turkistonni ishg'ol qilishdan ilgari barliq sohalarga bor kuchi bilan ta'sir ko'rsatgan. Bizning ayni vaqtdagi rahbarlarimiz agar biz ular bilan urushdan o'zimizni qochirsak, o'zimizni qutuldira olamiz deb o'ylagan. 73 yil o'tgandan keyin bizning holimiz nima bo'ldi? 95% dan ortiq nupusimiz hozir 60% dan ozlab ketdi. 1949-yili Xitoy Kompartiyasi ishg'ol qilgan vaqtdagi Xitoyning umumiy nupus ichida egallagan 5% ga yetmaydigan nupusi hozir 40% dan olqib ketdi. Xitoy har yili Sharq Turkistonda sistemli turda mustamlaka yurgizdi.
Xitoy mustamlakachileri Sharq Turkistonni taraqqiy qildiramiz, madaniyleştiramiz deb va'da berdi. Bularning hammasi hozir Xitoy bir balvoq bir yo'l qurilishini yo'lga qo'ygan Afrika qit'asidagi davlatlar va Pokiston qatorliq davlatlarda yuz beryotidi. Xitoy yangi mustamlaka va ul asliya qurilishini yo'lga qo'yishda taraqqiy qildirish va'dasini beradi. Mablag'ni Xitoylar soladi, ishqa Xitoylar o'rinlashtiriladi. Yuqori maosh beriladi. Yerli xalqlardan ustun turadi. Namrat insonlarning boshqa tanlash yo'li yo'q. Qizlarining bayashat yashashini o'ylab, Xitoy bilan to'yini qilib qo'ydi. Afrikalik yoki Pokistonlik bo'lsa, ish topolmaydiganligining engini singdirdi. Ular kelgusidagi ishg'ol va mustamlakaning asosini yaratayotganligini bilmaydi. Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishi atalmish savdo uchun emas. Qarmoqqa tijoratda ko'ringani bilan amaliyotda urushdan burunqi plan. Xitoy kelgusidagi yoshirin to'qinishni, yerlikka zo'mgarlik qilishni planlaydi. Yo'l qurilishi, aerodrom qurilishi qatorliq qurilishlar orqali strategik davlatlar, ta'sir doirasi kuchli davlatlar va joylarning ochqishliq kirish nuqtalarini egallaydi. Urush bo'lib qolsa, yoshirin to'salg'alardan o'talaydi. Quad, ya'ni 4 davlat hamkorlik guruhini tilga olsak, u Malakka bo'g'oziga to'salg'i bo'ladi. Bu yer Sharq Turkistondan Gwadar portidan kelgan yer. Xitoy Gwadardagi portdan Sharq Turkiston va O'rta Osiyodagi temir yo'llar, turba yo'llari orqali qochalaydi. Bu orqali Xitoy urushni davom qildira oladi va kengaytira oladi. Sharq Turkistonni ishg'ol mustamlaka qilishi va 2014-yildan keyin irqiy qirg'inchilikni shiddatga chiqarishining sababi Sharq Turkiston Xitoyning potensial bexatarligiga tahdid. Tayvanga aloqador Amerika bilan yoki chegara talash tortishiga aloqador Hindiston bilan urush qilgan taqdirdami Sharq Turkiston muhim rol o'ynaydi. Eng boshda 15 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan askar yoshidagi erlarni nishonga olishning sababimi xalqaroning inkosini qo'zg'amaslik. Shunga biz terrorizm bilan kurash qilyapmiz deydi. Xalqaro jamiyatmi buningga sukut qiladi. Texim ko'p insonlarni jazo lagerlari va turmlarga qamaydi. Shuning bilan bexatarlikka tahdid deb qaragan omillarni yo'q qiladi. Xitoy Sharq Turkistonning mustaqil bo'lishidan ansiraydi. Sharq Turkiston mustaqil bo'lganda Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishi to'xtaydi. Dunyoga kengayish jahongirlik maqsadi amalga oshmaydi. Xitoyning orzusi reallikka aylanmaydi. Shunga Sharq Turkiston va uning xalqini, kulturini, tarixini tubdan yo'qotishni o'ylaydi. Mushundaq manganda 2030-yilga borganda Uyg'ur qolmaydi dedi. Riyosatchi Xi Jinpingning irqiy qirg'inchilikdagi roli qanday bo'ldi deb so'raganda bosh ministerimiz Xitoy 1949-yili Sharq Turkistonni ishg'ol qilishdan ilgari Sharq Turkistonni bir tahdid deb o'ylaydi. Chunki Sharq Turkistonda Xitoy yo'q edi. Stalin Mao'ni Sharq Turkistonni ishg'ol qilishga qoyil qilgan ekan. Chunki Sharq Turkiston Sovet ittifoqi bilan hamkorlashsa, Hindiston bizning qo'shnimiz, shu chaqdimi chegara andisisi bo'ladi. 1940-yillarda Angliyaning ta'siridan andish qilgan. Sharq Turkistonning Sovet ittifoqiga besim qilishini xohlamagan. Stalin Mao'ni Sharq Turkistonni ishg'ol qilib, mustamlaka yurgizishga qoyil qilib, mustamlaka yurgizib, nüfusning 30%ni xitoylashtirib olganda Hindiston va Angliyaning Xitoyga va Rossiyaga besim qila olmaydiganligini, Sharq Turkistonning mo'l tabiiy boyliqlarga ega ekanligini, shunga ishg'ol qilishiga muhtoj ekanligini aytgan. Shunga Xitoy Sharq Turkistonni ishg'ol qilgan va Sharq Turkistonning mustaqilligidan andish qilib kelgan. 2000-yildan boshlab Xitoy iqtisodiy jihatda kuchayishga boshladi. Arzusini reallikka aylantirishda Tayvanni elishi, chegarasini kengaytirish uchun harbiy tayyorliqlarini puxta qilib, yoshirin xavfning oldini olishga tirishdi. Allaburilla tunib yetganimizdek, Xitoy uchun eng chong tahdid Sharq Turkiston edi. Chunki Sharq Turkistonda turklar yashaydi. Xalq mustaqillikni qayta qo'lga keltirish uchun kurash qildi. Hindistonni o'z ichiga olgan 10 dan ortiq davlat bilan chegaralandi. Strategik muhim ahamiyatga ega. Ularning urush qilishini planlash strategiyasiga kelsak, Xitoyning ilmi nashr qilinadigan bir jurnalida 2009-yili e'lon qilingan Davlat mudofaa universitetida so'zlangan 3 soatlik leksiyada Xitoy bilan Amerika orasida 2030-yili ichki to'qinish bo'ladiganligi bayon qilingan. Xitoyning eng chong ojizligi Tayvan yoki boshqa masalalar haqida Amerika bilan texnik ko'p uqumga ega bo'lish. Amerika bir kechada 300 mingdan 1,5 milliongacha Uyg'urni qurollantirsa, G'arbdan sharqqa tutashgan turba yo'li va energiya sistemasini kesadi. Biz mag'lub bo'lamiz deb o'ylaydi. Bu cho'ng tahdidni yo'qotishga tirishadi. Xitoy kundan kunga kuchlanadi. Xitoy 30 yil ilgari buni qilishga uringan bo'lsa, Sharq Turkiston yoki tashqi davlatlar tarafidan zarba yeydi.
Hozir nurg'ulg'an davlatlar siyosiy va iqtisodiy jihatda Xitoyga tayanadi. Irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun harakat qilmaydi. Faqat og'zidala irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilgan bilan to'xtatish uchun amaliy harakat qilmadi. Rossiya Ukrainani ishg'ol qilganda xalqaro jamiyat darhol inkas qaytardi. To'xtatish uchun harakatga o'tdi. Xitoyning Fransiyada turishliq elchisi aniq qilib, agar Tayvanni ishg'ol qilganda xalqini atalmish qayta tarbiyalash markazlariga so'laydiganligini aytgan. Hech kim ularga qarshilik ko'rsatmaganlik uchun ular bemalol niyatlarini oshkora qila oladi. Xitoy hatto Rossiyaning Ukrainani ishg'ol qilishini qo'llaydi. Chunki bu Xitoyga foydali. Mayli Hindiston bo'lsin, mayli g'arbdagi davlatlar, sharqdagi davlatlar yoki Afrikadagi davlatlar bo'lsin, Xitoyning uzun mezgillik tahdidini qabul qilish kerak dedi. Sharq Turkiston Mongoliyaga o'xshash qo'shni davlatlarning yordamiga erishdimi deb so'raganda, yo'q. Mongoliyaga o'xshash qurolliq davlatlari Rossiya va Xitoydan iborat ikki imperatorning orasida bo'lg'achqa, shaxsiy manfaati va bexatarligini ko'zlab sukut qiladi. Ammo shunisi sir emaski, ular Sharq Turkistondan keyin Xitoy Mongoliyaga, hatto Markaziy Osiyoga, Hindistonning janubiga yetkiladi. Xitoyning 1930 va 1940 yillarda tarixiy Xitoy tuproqlari xam xiyolini tasvirlab sizgan xaritasi bor. Davlatlar sukut qilishni davomlashtirsa, Sharq Turkistonning o'rniga tushib qoladi. O'rta Osiyodagi turk davlatlari va musulmon davlatlar qarindosh turib sukutni tanladi. Ularning holiga voy. Ular vaqtliq foydani ko'zlab, kelgusi istiqbolini qurbon qildi. Ular buni hatto his qilibmi boqmadi. Xitoy ularni tuzoqqa tushirdi. Xitoy bir asr ilgari o'tirg'i qo'ygan Xitoy millatining Xitoy Xalq Jumhuriyatini qurishdan iborat jahongirlik tasavvurini ishga oshirish uchun kengaymoqda. Musulmon davlatlar Xitoyga hamkorlashib, Uyg'urlarni Xitoyga iyona qildi. Iyona qilgan Uyg'urlar o'ldirildi. Pokiston texnik hamkorlashdi. Hatto chegarada Uyg'urlarni o'ldirdi. Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining a'zosi Uyg'urlar bilan etnik, kultur, madaniyat, til, diniy e'tiqod qatorliq jihatlarda o'xshashligi bo'lgan Turkiya Xitoy bilan harbiy va istixborotda hamkorlashmoqda. Buning bilan birga Sharq Turkiston milliy harakati va Sharq Turkiston surgundi hukumatining harakatlariga to'salg'i bo'lmoqda dedi. Riyosatchi kelajakda qanday yordam qilsa bo'ladi deb so'raganda bosh ministerimiz biz uchun birla chora bor. U bo'lsa Sharq Turkistonning mustaqilligini qayta qo'lga keltirish. Chunki Xitoy davlatimizda 1955-yili yo'lga qo'ygan avtonomiya, irqiy qirg'inchilik va mustamlika elib keldi. Xitoy demokratik davlatga aylangan taqdirda biz huquqlarimizga erishamaymiz. Xitoyning demokratik rahbarlari o'xshashla irqiy qirg'inchilik va mustamlika, etnik tozalash harakati elib bordi. Vaqt qiz. Navbatdagi vaziyatni o'zgartirishga bir necha 10 yil qolgan bo'lishi mumkin. Yolg'iz biz uchun emas, boshqa davlatlar uchunmi shundoq. Undaq bo'lmaganda Xitoy hozirgi surat bo'yicha taraqqiy qilsa, dunyodagi taqobil turg'uli bo'lmaydigan eng zo'r kuchga aylanadi. Ba'zi siyosatchilar bizning burunqi rahbarlarimizdeklar xatolik o'tkazmoqda. Hukumatlar Sharq Turkistondagi vahshiyliklarni bilishi, xalqaro qonunga asosan bergan va'dasiga amal qilishi lozim. Xitoy Hindiston uchun eng chong bir tahdid. Sharq Turkiston va Tibet mustaqil bo'lsa, Hindiston Xitoyning tahdididan tamoman qutuladi. Sharq Turkistondagi Xitoy foydalanayotgan tabiiy boyliqlarga Hindistonning ehtiyoji bor. Sharq Turkiston bilan Tibetning mustaqilligi Hindistonning ham energiya jihatdagi, ham territoriya jihatdagi bexatarligini kafolatlantiradi deb javob berdi. Eng oxirida Sharq Turkistonda qanchalik etnik millatning borligini so'raganda, Sharq Turkistonning yer ko'lamining 1,828,418 kvadrat kilometr ekanligini, Xitoyning yer ko'lamining 5dan 1ni egallaydiganligini, Ukrainaning 3/ga barobar ekanligini, Xitoy nüfusini qo'shmaganda nüfusining 45 million ekanligini, Xitoyning 2018-yili DNA avrishkisini yig'ish uchun elib borgan statistikasiga asoslanganda Sharq Turkistondagi 12 bilan 65 yosh orasidagi Xitoy osonliq deb atalgan millatlarning sonining 36 million ekanligini, demak Xitoy bo'lmagan Sharq Turkistondagi nüfusining sonining 45 million atrofida ekanligini, ammo irqiy qirg'inchilik yurgizish jarayonlarida nurg'ulg'an xalqimizning hayotidan ayrilganligini, buning faqat 2016-yildagi burunqi baho ekanligini, 1949-yili Sharq Turkistondagi Xitoylarning Sharq Turkiston nüfusining 5%ni egallamaganligini, Xitoyning mustamlika siyosati ostida Xitoy nüfusining ortib 41%ga yetganligini, Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarning nüfusining 55% atrofida ekanligini,
yanıla ko'p sonliq hisoblanadiganligini. Agar Xitoy irqiy qirg'inchilik va assimilyatsiya yurgizishni davomlashtirsa, yana 30 yilda mavjudligimizdan ayriladiganligimizni, bizning mavjudligimizning faqat mustaqil Sharq Turkiston asliga kelgandila saqlanadiganligini aytdi. Xiyoliy janglar bilan avar qilish mustamlikaning planidir. Düşmanga zarba berishning o'rniga o'zimizni mudofaa qilish bilan cheklanib qolishimiz bizning ideya to'qinishimizdagi qiyinchilik hisoblanadi. Düşman bizni avar qilish va mashg'ul qilish uchun parcha-parat ideya kurashlarini va xiyoliy janglarni uzmay yasab chiqib turadi. Biz bo'lsak, buningga qarshi inkos shaklida parcha-parat ideya to'qinishlari va xiyoliy janglardan o'zimizni himoya qilish bilan mashg'ul bo'lib, jiddiylashib ketamiz. Planlı hərəkət nəzəriyyəsi arqılıq düşmənə həqiqi taqabül turub dünyada mövcud ikənligimizni isbatlayalmasaq, bizni 20-ci əsrinin taşlandıq insanları qatarıga tizib qoydu. Yəni xalqara cəmiyyətinin bulun puçqaqlarında yaşaydigan insanlarga aylandırıb qoydu. Mustamlika kuchları bizning istilimizdagi bu xil g'alati mijozni yaxshi bilganlik uchun bizni dunyo jamiyatidan ayirib etish maqsadida haqiqiy kurash maydonidan va o'z kurash maydonimizdan ayirib etishga urinadi. Mustamlika kuchlari har xil ideya to'qinishlari paydo qilib, xalqni bo'lib o'tishga va ichki jidal majra tug'dirishga urinadi. Shundaqla fikriy va moddiy jihatdagi imkoniyatlarimizni xiyoliy jang maydonlariga so'rab kirish uchun plan tuzadi. Ideya to'qinishida haqiqiy jang maydoni bilan xiyoliy jang maydonini ayira olmaganda yoki haqiqiy ideya to'qinishi bilan parcha-parat to'qinishlarni farqlantira olmaganda Qur'onning sadosini va jangning ovozini anglaymiz. Biroq biz sehrli qo'llar yasab chiqayotgan ko'langiga qarshi jang qilish bilan avar bo'lib, kuchimizni yutirib qo'yayotganligimizni his qila olmay qolamiz. Jamiyatshunos mutafakkur Malik Nabiyning fikrlaridan o'zindilar. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.